Bu narsani qo'shib faqat suvini bizib qo'yganing qolgan. Bugungi kunda kasallikni rivojlanishiga ko'pchilik hozir shunaqa xato qilib qo'yishyapti. Mana bu xatoni tepasida turibmiz. Mana shu hozir ko'rayotgan balig'ing ham bor-ku, olib chiqqan baliq. Buni yeyotgan oziqasidan nimadir muammo bo'layotganga o'xshamaydi. Balig'i zo'r bo'lsa, o'sha narsa zo'r ekan deb hamma yerga chiqib qoladi. Bizni noto'g'ri tashxis qo'yib qo'yishimiz mumkin. Kuzgi kuni nimagadir bitta ko'lda balig'i mayda bo'lib qoldi. Kattaroq suv kirgandan keyin hamma kasallikni tutaveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhiddin yaxshimisan ukam? Sonlaring yaxshimi? Salomatmisiz? Rahmat. Xirmonga baraka, dehqonchilikka baraka. Rahmat, umringizga baraka. Xo'p, aka, ko'limiz bittasi 1 gektar, ikkinchisi 2 gektarlik ko'limiz. Bu yo'g'i biz boshlanishida Malikumizga bezani yemi bilan boshlagan edik. Ha, Eron yemi. Eron yemi bilan boshlagan edik. Keyin berdik, hammasi normalniy ketdi. Suvlarimizdan kislorodini har kuni o'lchaymiz. Ertalab ham, kech payt ham o'lchaymiz. Kislorod 7-8 milligrammdan pastga qarab tushib ketmaydi. Ko'tarilsa ko'tariladiki, lekin tushib ketmaydi. Shuni hisobiga endi Eron yemini berdik, tugadi. Tugagandan keyin o'sha yana murojaat qilib so'rab nima qilsak, hozir qolmagan ekan. Keyingi partiya endi yo'lda kelyapti deyishdi. O'shanga endi baliqlarni boqishimiz kerak. Majburmiz hozir endi aynan boqadigan payti. O'shanga hozirgi kunda mahalliy yemlardan olib ishlatib turdik, foydalanib turdik. Tushundim. O'shandan keyin bizlarda sekin muammo kelib chiqish boshlandi. Baliqlar patera berishni boshladi. Kuniga 5 tadan 10 tagacha, 10 tadan 15 tagacha уже boshlandi. O'shanga sizga murojaat qildim. Tushundim. Xuddi mana bunaqa narsa bor-da. Mana hozir ko'lda ko'lini suvini rangini ko'ryapman-da. Ko'lini suvini rangi, misol uchun meni qoniqtiradigan rang emas-da. Nimadir narsaga kamchiligi yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin. Havo bulut bo'lgan paytda ovqatni misol uchun kamaytirmasdan berib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yana misol uchun qanaqadir omillari chiqib kelishi mumkin-da buni ketdi. Lekin bugungi kunda bo'layotgan muammo bor-ku ukam. 5 xil, 6 xil kasallik ketyapti. Men o'zim hozir bilganim, nechta xo'jaligiga chiqqan bo'lsam, 5 xil kasallik ketyapti. Odamlar jabrdiyniy nekroz deb aytyapti. Jabrdiyniy nekroz kasalligi suv 16 gradus bo'lgandan keyin boshlanadi, 23 gradusga chiqqanda to'xtaydi. 23 gradusdan keyin ham baliq kasal bo'layotgan bo'lsa, bu jabrdiyniy nekroz emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, nima uchun bugungi kunda odamlar kimdadir kasal bo'lsa, kimdir nima bilandir davolagan bo'lsa, o'sha narsaga e'tibor berishyapti. Mana bu ham noto'g'ri narsa. Nimaga deganda shunaqa savol tug'iladiki, doktorga misol uchun murojaat qilganingda biron bir joyim og'riyotdi. Doktor aytadiki, "Kelgin" deydi, "Tekshirtirgin" deydi, "Nimaligini bilaylik" deydi. O'sha og'ruvni, o'sha narsani sababini topaylik deydi. Lekin biz baliqchilar hozir shunaqa aqlli bo'lib ketganmizki, jamoada umuman kimdir nimadir bilan boqsa, balig'i zo'r bo'lsa, o'sha narsa zo'r ekan deb hamma yerga ketib qoladi. Kimdir qaysidir dorida misol uchun balig'ini davolab, tuzatib olib chiqib ketsa, mana shu to'g'ri narsa ekan deb undan davom etib ketib qoladi. Lekin har bitta joyi o'zini misol uchun suvni kimyoviy tarkibi bor, uni o'rganadigan narsa bor. Biron bir ixtiologga, ixtiyopatologga mana suvni ixtiologiyasi, suvni biologiyasi bo'lsa, mana ko'rinishi, rangi, uni ichidagi hayvonlar bo'lsa, buni ixtiyopatologiyasi bor. Buni patologiyasi san ko'l ichiga kirib, suvini olib, doimiy nazoratda olib borib, ribovodniy jurnalingni kuzatib, ob-havoni kuzatib, yeyotgan ovqati, buni ovqatini bakteriyalar o'sha narsalarni nazorat qilishdan iborat. Lekin bugungi kunda shunaqa holat bo'lyaptiki, mana ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketdi-da. Kimdir balig'i kasal bo'lsa, jabrasini ochyapti-da, jabrdiyniy nekroz deyapti-da. Googledan yoki biron bir narsadan ursa yoki ChatGPTga aytsa, biron bir kasallikni beryapti-da. O'sha kasallik deb gruppaga tashlashyapti. Tashlagandan keyin boshqa odamda balig'ida nobud bo'lish boshlansa, u ham balig'ini jabrasini ochib ko'ryapti, chunki undan bitta oldingi odam balig'ini jabrasini ochib ko'rganlik hisobiga. Vaholanki yerda jabrani ochib ko'rish kerakmidi, ochib ko'rish kerak emasmidi? Chunki baliq nobud bo'lgandan keyin, o'lgandan keyin faol bakteriyalar o'ladi, baliq bilan birga nobud bo'ladi. Faol emas, xuddi anu moddalarni almashuvi deydi-ku. Uni pererabotka qiladigan bakteriyalar ishlab ketib qoladi. Uni pererabotka qiladigan bakteriya ishlagan paytda biz noto'g'ri tashxis qo'yib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun balig'i kasallik 10% bo'lishi mumkin. Biz o'lgandan keyin 4-5 soat o'tgandan keyin rivojlanib ketganini ko'rib 70%, 60% tashxis qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu tashxis qo'yib qo'ygandan keyin biz avtomatik yengil yallig'lanishmi, yengil shamollashmi yoki shunga o'xshagan narsa bilan o'tgan bo'lsa, biron bir og'irroq kasallikning tashxisini qo'yib qo'yamiz. Og'irroq kasallikning tashxisini qo'yib qo'ygandan keyin xohlaymizmi, xohlamaymizmi antibiotik ishlatishga harakat qilamiz. Biron bir kimyoviy preparatlarni ishlatishga harakat qilamiz. Lekin uni agar побочный effekti bo'lmaganda, minus tomoni bo'lmaganda, nima uchun bizani kunlik ovqatimizda ratsionida yo'q yoki ribovodniy grafikamizda yo'q, har oyi 10-kuni mana shunaqa dorini sepish kerak degan. Nimaga kasallik boshlangandan keyin buni qilyapmiz? Mana shu narsalar noto'g'ri narsalar. Taklif qilganing uchun kattakon rahmat ukam. Baribir ko'lga chiqib, ko'lning suvini ko'rib, balonning holatini ko'rib, biron bir tashxis qo'yilmaydigan bo'lsa, bu noto'g'ri narsa bo'lib qoladi. Bo'lmasam balonni ko'ramiz. Tirigini olib keldinglar, xudo xolisa. Buni
o'lib qolgan o'tlar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin tagida. Misol uchun tagiga o't tushib qolgandan keyin mana tabiatda o'txo'r hayvon bor. Keyin tirik narsani yeydigan hayvonlar bor, hasharotlar, boshqa narsalar. Mashalar buni misol uchun yeyotganda, iste'mol qilayotgan paytda baliq kelib bu narsani yeb qo'yadi. Bu narsa shikastlanganning hisobiga, mana misol uchun achib qolgan ovqatmi yoki srok o'tib ketgan biron bir narsa bo'ladi-yu, mazasi o'zgarib ketgan yoki yog'i ajralib ketgan. O'shanaqa narsani yevorgan paytimizda ichimizda diskomfort bo'lib, diareya boshlanadi, ichki ketish boshlanadi, isitma chiqishi boshlanadi. Undan keyin odam rangi bo'shashadi, kuchsizlashadi, harakat qilgisi kelmaydi biron bir narsaga. Oziqlantirganda, boshqa qilganda baliqda ham xuddi shunaqa narsa bor-da. Bu narsaga e'tibor berish uchun birinchi bu narsaga to'g'ri tashxis qo'yib olish kerak. Baliqqa emas, uni kasalligiga emas, uni ovqatiga emas, birinchi bo'lib suvga. Suvda biron bir muammo topmadikmi biz? Undan keyin balig'i biologiyasidan chiqib kelib, bu nima iste'mol qilyapti, nimaga shunaqa narsa bo'ldi? Ana undan chiqib kelishimiz kerak kasalligidan. O'shaning uchun bu narsaga to'xtalib o'tamiz. Hozir mana hozir baliqni olib chiqqan ekansan, baliqqa bitta e'tibor berib qarashni boshlaymiz. Mana bu baliq og'zini yopib bo'lgan. Og'zini yopib bo'ldi degani, bu biron bir yuqumli kasallikni yoki bakterialniy holatdan o'lgan. Agar bu kislorodniy голодание hisobiga o'lganda, baliq og'zini ochib bo'lgan bo'lardi. Undan keyin ko'zi shishib ketgan bo'lardi. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo. Mana hozir sen aytsan, har doim tekshirganimizda suvni kislorodi 7-8 mg dan pastga tushmagan bo'lsin. Kulli kislorodda 7-8 mg dan pastga tushmagan bo'lsa, mana bu kasalliklar qatdan paydo bo'ldi. Bu kasallik 3 kun 4 kun oldin paydo bo'lmagan. Bu kasallik paydo bo'lganiga ko'proq bo'lgan. Bu suvni kimyoviy tarkibi buzilib ketganda, suvdagi o'sha ishqorligi yoki ko'payib yoki kamayib ketdi, balansi buzilganda paydo bo'ladigan narsa. Mana dumlarida misol uchun sinish qanaqadir holatlar paydo bo'lyapti. Mana shu baliq ham misol uchun qanaqadir chala jonga o'xshab turibdi olinganda. Mana misol uchun ikkinchisiga qaraydigan bo'lsa ham, ikkinchisida ham misol uchun unaqa yuqumli kasallik yoki boshqa narsani alomati ko'rinmayapti. Baliq mana o'zini zapasi bor-ku, bu ko'tarilib turgan. Mashina yeb qo'yganidan, ko'zini chanog'i kengayib ketganidan, qanotlarini ochib emas oxirgi paytlar. Mana bunda turmayapti-da bu. Yopib o'tiribdi. Ichi og'riganning hisobiga, qiynalganning hisobiga qonini yopib suzgandan dalolat beryapti. Mana bu baliqni ham oladigan bo'lsang, baliq semiz. Bu paytgacha zo'r oziqlangan, qorni ham katta bo'lgan, bu ham keng bo'lgan. Lekin baliq nobud bo'layotgan paytda ichida hech narsa yo'q. Nimani hisobiga? Bu narsani ochmasdan turib hozir birinchi qo'yiladigan tashxis bu baliqni ichga turib diareya bo'lib, buni yeyotgan oziqasidan nimadir muammo bo'layotganga o'xshayapti. Yoki bu ko'lda o'tgan yil yoki undan oldingi yil xato qilib keragidan ko'p ovqat berib qo'yilgan. Yoki berilayotgan ovqatda hazm bo'ladigan modda kamroq bo'lgan. Ovqatning massasi bo'lgan, misol uchun 1 kilomi, 2 kilomi, 3 kilomi, buni massasi kamroq bo'lgan. Mana tirikroqni ko'rsatyapsan. Mana tirikroq baliqni oladigan bo'lsa, mana qimillab turibdi. Ko'zi shishib ketgan, ko'rasan? Nimaga shishib ketgan? Odamni joni og'riganda, boshqa qilganda ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi-yu. Shunga o'xshagan holat bo'lyapti. Mana qon aylanishida buzilgan mana plavniklarda ko'rasan, qizargan joyi. Mana bu joyiga keladigan bo'lsa endi, sen suvda postoyanno tekshirganimizda 7 mg, 8 mg kislorod bo'lganda olsan-ku, bu kislorodni kamayib ketgandan dalolat beradi. Demak, bu baliq o'zini o'rta hisobda 9 mg, 10 mg dan ko'p kislorodga moslab oziqlanib yurgan. Qaysidir ovqatdan oziqlanayotgan bo'lsa, o'sha ovqatni 9 mg, 8 mg kislorodda bu hazm qilib olgan. Undan keyin 6-7 mg ga havo tushgandan keyin 100% hazm bo'lmaydigan ovqat yeb qo'ygandan keyin baliqda mana shunaqa kasallik o'zgarish paydo bo'lgan. Endi jabra kasalliklari masalasiga keladigan bo'lsa, bugungi kunda hammani muammosi bo'layotgan, mana bu baliq hali ochganimiz yo'q. Jabrasini biz hozir ochgan paytimizda bu baliqni mana qimillab turibdi. Mana shu chashkasi bor-ku, tumshug'i. Mana shu tepasida mana shu yerda korичневый nuqta bo'lib, qolgani misol uchun normalniy bo'lib, mog'orlaganga o'xshagan, o'yilgan teshik bo'lib, qorayib ketgan bo'lsa, ana o'sha kasallik jabrniy nekroz deb aytiladi. Jabrniy nekroz qish kuni baliq zimovkaga qolganda, ko'lda fekalniy отход ko'payib ketganning hisobiga, noto'g'ri oziqlantirilganning hisobiga o'sha ko'ldagi zooplanktonlarni, zoobentizlarni yeyotgan paytda bu kasallikni yuqtirib qo'yadi, uyg'onib ketgan paytda. Agarda bu baliq mana shu holatida jabran tepa tomondan emas, oldilaridan, yon tomonlaridan oqarib, chiziq tushib, uchlarida oqarib, muammo chiqib kelgan bo'lsa, bu holatda bizda yoki suvdan zaharlanish ketayotgan bo'ladi, yoki yeyotgan ovqatidan ko'proq. Suvdan zaharlanish bo'lishi ham ovqatning sifatsizligidan bo'ladi. Yoki kirib kelayotgan suvning sifatsizligidan bo'ladi. Sen daryoni bo'yida o'tiribsan, menimcha suving sifatsiz emas. Chunki betdan ketgandan keyin nechta joyda misol uchun baliq boqilyapti. Orada sel keldi, selda juda bir yomon suv kirib keldi-da. O'sha sizga aytganimdek ham holati, misol mana bu ko'lni oladigan bo'lsak, suv mana bu yoqdan kiradi. Shunaqa darajada ajrab qoldiki,
xuddi ani bu yoqdan boshqa suv kirayotgani shundoq bilinib turdi. Nega yopmading o'sha payt? Qo'lga to'xtadi. Yo'q, yarim ochib qo'yganingizda keyin sirazu yopdi. Yopsak bu toshli joy bo'lganning hisobiga suv juda ham tez sizishi. Kamayib ketaveradi suv. Tez kamayib ketadi. O'shani hisobiga keyin biz yarim qilib ochib qo'yganmiz, shunda ham lekin bilindi-da. O'shandan keyin o'ziga aloqa atstoynik masalasida ko'p gapirganmiz-ku. Mana misol uchun nechtadir ko'ling borda, daryodan kirib keladigan suvni iloji bo'lsa bitta ko'lni atstoynik hisobida ishlatish kerak. O'sha atstoynik mashaqqa kerak bo'ladigan suvlarni misol uchun kimyoviy tarkibini faollashtirib to'g'irlab beradi. Mana balon tepa tomondan ochdim jabrasini. Ko'rasam top-toza. Baliq sog'lom bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa muammo ketmagan. Mana mana bu yerda misol uchun oqarish bor. Bu eng tegidagisi mana oziqlanganda og'zini ochgan tashilgan, bu zaharlanishdan boshlanadigan narsa. Ikkinchi tomonni ham ochamiz. Mana ikkinchi tomoni ham xuddi shunaqa. Tepa tomon top-toza. Hech qanaqa muammo yo'q. Mana jabrlari top-toza tepa tomonida, past tomonda boshlangan oqarib. Oralari ham toza emas. Sanda bu yerda balig'i nobud bo'lishiga, boshqa bo'lishiga bo'layotgan sabab suvni pH o'zini balansda turmaganda, birdaniga tushib ketib, ko'tarilib ketib o'ynagandan keyin kislorodda balansini o'ynagandan keyin suvni kimyoviy tarkibi, katta suv kirib kelgandan ko'lga. Ko'pchilik hozir shunaqa xato qilib qo'yishyapti. Mana bu xatoni tepasida turibmiz hozir o'zing bilan. Aytayotsanki, balig'im sog'lom edi, hech qanaqa muammo yo'q edi, oziqlanayotgan edi. Sel bo'lib ko'lga katta suv kirgandan keyin kasallik rivojlanib ketdi bo'lsa. Biron bir ko'lda odamlar bir dona, ikki dona o'lgan baliq ko'rgandan keyin bor-ku. Hammasi ko'limiz suv aynidi shakli balig'im kasal bo'lishni boshladi deb kattaroq suv kirgizadi. Kattaroq suv kirgizgandan keyin hamma kasallikni kutaveradi. O'sha paytda katta suv kirgizish kerak emas. Bu suvda nimaga bunaqa muammo bo'lganini ichkaridan birinchi tashxis qo'yib olish kerak. Ichkaridagi muammoni bartaraf qilmasdan turib, tashqaridan suv bergani foydasi yo'q. Mana buni o'sha zaharlanish, shunga o'xshagan narsa taxminan degan taxmin keldik-ku hozir. Buni icheklarini ko'ramiz. Bu qanaqa holatda turibdi ichagi. Agar bu baliq, misol uchun suvni pHidan muammo bo'lgan bo'lsa, ichkaridagi organlari hammasi sog'lom bo'lib turib, faqat yuragi shishib ketgan bo'ladi. Ichaklarida yallig'lanish bo'lmaydi. Agar baliq ichaklari qizarib ketib, yallig'lanish bo'lib, ichkarida qon talashib, yorilib, jigarini rangi ham ocharib ketgan bo'lsa, tribalo to'g'risida ketyapmiz-da biz. Unda baliq ovqatdan zaharlangan bo'ladi. Men ko'proq baliqni ko'rinish holatdan ovqatdan zaharlangan degan tashxisni qo'yganman. Hozir taxminan ochib ko'ramiz. Mana hozir ichki organni chiqardik. Mana ichaklarini. Mana. Hamma narsasi chochilib ketgan ko'rasizmi? Qornidan kesdik biz mana jigarlari ipir-ipir bo'lib ketgan. Ichida bo'shlik paydo bo'lgan. Mana yuragida ham misol uchun kichkina baliq shish paydo bo'lgan, mana yumshab ketgan ko'rasizmi? Bu baliq atravina bo'lgan. Atravina bo'lgandan keyin qoni tez urishni boshlagan. Bu demak nimadir noto'g'ri narsa yeb qo'ygan bu. Agar misol uchun ovqatdan to'xtatganingga 3 kun bo'ldi deyorsan-ku, 3 kundan keyin ovqatdan to'xtatilganda bu narsa bu holatdan chiqib ketish kerak. Chunki 8 soat ichida qichbaloq qolish kerak emas deb baliqni. Buni ichida qolib ketgan bu narsa. Mana qarang. Mana yallig'lanish qarang mana. Mana rangini ham ko'rasizmi? Mana bu yerda suv bilan turibdi. Nimaga suv bilan turibdi? Buni ichi ketgan. Keyin mana misol uchun o'pkasida ham mana tarayligini ko'rasizmi? Juda ham tarang bo'lib ketgan. Qo'ling bilan o'xshab ko'radigan bo'lsang, juda ham tarang bo'lib ketgan. Nimaga tarang bo'lib ketgan? Bu yerda kislorodniy голодание ham bo'lgan. Qisman, unchalik emas. Kislorodniy голодание biz ko'l bilan, tabiat bilan emas, balig'i kasali bilan ham bog'lashimiz mumkin. Chunki kasal bo'lgan odamga kislorod ko'proq kerak bo'ladi. 150 gram chiqadimi shu baliq? Oshadi. 200 gram. Oshadimi 200 gram? Necha gram taxminan aytinglar? Taxminan 220 gram. Mana u tufayni ko'rdingmi shishib ketganmi? Nimaga shishib ketganmi bilasan? Zaharlanganini hisobga. Rangi ham o'zgardi. Bu zaharlanganiga ko'p bo'lmagan buni. Agar buni zaharlanganiga ko'p bo'lganda bu sarg'ayib ketgan bo'lardi. Bu endi zaharlangan. Nimadandir mana endi zaharlangan. Sog'lom baliqda ichagini yoyib qo'ya olasan-da. O'zing xohlagan joyiga. O'sha yallig'lanish ketgan-ku, atravina bo'lgan-ku. Yumshab ketganning hisobiga buni butun olishga ham iloji bo'lmayapti-da. Erkak baliq ekan bu yoki urg'ochi baliq ekan, kelajakda o'shani erkaklik yoki urg'ochilik anaqasini belgilab beradigan yoki ikra yoki maloka bo'ladigan narsa. Bu yerda mana ichagini ko'rmadinglar? Bu bizga kerak emas. Mana baliq ichagi, mana o't tufay. Mana bu oshqozon qismi birinchisi. Mana bu yerda o't tufay qo'yotgan bo'lsa, bundan bitta naycha bo'ladi, mana bu yerdan zahar tashiydi. Taxminan mana shu joylardan. Zahar tashiydigan bo'lsa, endi e'tibor berib qaranglar bitta narsaga. Mana hozir ortiqcha narsalarni oldik, ichagini o'zini qo'ydik mana shu yerga.
Sizlar bugungi kunda baliqni oziqlantirayotgan paytda, ovqat berayotgan paytingizda baliqlarning umumiy massasidan chiqib kelib ovqat berishga harakat qilasizlar-da. Mana shu ichini uzunligi meni qarachim 25 sm bo'lsa mana 50 sm chiqmayapti. 45 sm deb oladigan bo'lsa u mana shu narsani. 45 sm ichi buni o'zi og'irligini hozir taxminan o'lchaydigan bo'lsak, bir 7-8 gramm-da. Undan tashqari bizni 100 grammlik baliqqa eng ko'pi bilan bir kunda 6 gramm ovqat bersa bo'ladi deb aytganmiz. 100 grammlik baliqga ko'lda sharoit zo'r bo'ladigan bo'lsa, 3 mahal ovqat beradigan bo'lsa, bir kunda 2 grammdan 6 gramm ovqat yeydi. 4 mahal beradigan bo'lsa, 1,5 grammdan 6 gramm ovqat yeydi. Endi bugungi kunda bug'doy, arpa, shunga o'xshagan yoki har xil yemlar bilan boqayotganda, bunga ovqatni keragidan ko'p berib qo'yishyapti. Keragidan ko'p bergandan keyin bu ichi yog'ilashib ketadi. Yegan ovqati buni ichiga sig'maydi. Sig'magandan keyin avtomatik momentdan fekalniy отходga chiqib ketadi. Fekalniy отходga chiqib ketgandan keyin boyiga axlat suvni bizishni ta'minlab beradi. Suv bizilgandan keyin suvda qanaqadir muammo chiqib kelaveradi. Lekin men bunaqa narsani Instagramda bu yerda kimdir blog qilib chiqqanda ko'raman, eshitib qolaman shunaqa narsani 3 soatda, 4 soatda, 5 soatda baliq hazm qilaveradi deganni. Agar baliq 4 soat, 5 soatda ovqatni hazm qilaveradigan xususiyatga ega bo'lganda borku, bu fil bo'lib ketardi. Kalkulyatsiyasini chatda ham tushuntirib berganman-ku. O'zini reglamenti bor, o'zini bir o'sish tempi bor-da, o'zini zinasi bor-da. Mana misol uchun, mashina organizm deb oladigan bo'lsa, mana shu zahar bilan ta'minlab beradigan, hazm qilishga ta'minlab beradigan organi. Mana bunisi misol uchun balig'i o'sha o'ti bo'lsa, bunga kerak bo'ladigan kislorodni misol uchun eritib beradigan, amyakini boshqasini tashiydigan. Mana shu o'sha baliq bo'ladigan bo'lsa, mana shu ichini ichidagi ovqatni hazm qilib bu balon tirik bo'lishiga jabrani nechta tolasi bor. Hozir bu jabrani ochib chiqib, har bitta ipini tolasini qo'yadigan bo'lsak, bundan kamida 1000 barobar ko'p chiqadi. Bo'lmasam 2000 barobar ko'p chiqadi. Shuncha jabra buni hazm qilishga ulgura olmayotgan bo'lsa, tashqaridan olayotgan kislorodni bu bizi bugungi kunda aldanib qolib, har xil mahalliy yoki chet eldan kelayotgan yem bo'ladimi, ishonib qolib berganimizda ulguryaptimi, ulgurmayaptimi buni hazm qilishga degan savol tug'iladi. Buni hazm qilishga ulgurmagandan keyin baliq kasallanishni boshlaydi. Misol uchun hozir zinani balandligini 30 sm qilamiz-da, 100 metr tepaga ko'tarilishimiz kerak. 30 sm zinadan bo'lsa, 100 metr tepaga biz qiynalmasdan ko'tarilib ketamiz. Agar zinani balandligini 50 sm qilib qo'yadigan bo'lsa, 100 metrga borguncha biz charchab qolamiz. Organizm ham xuddi shunaqa charchab qoladi. Baliq ovqatni yaxshi yeyotganini hisobiga, suvni muhiti yaxshiligini hisobiga boshida zo'r o'sishi mumkin. 1 oydan keyin, 1,5 oydan keyin birdaniga kasallik paydo bo'lib, baliq to'kilib ketib, qiynalib, ichki a'zolarida yemga ham ayb adar olmaydi, qo'liga ham ayb adar olmaydi-da. Bugungi kunda shunaqa gaplashib qotdi. Bu yuqumli kasallik hammaga kelgan narsa deyapti. Bu yuqumli kasallik bo'lsa, hammaga kelgan narsa bo'lsa, nimaga ko'ldagi 100% baliq kasal bo'lmayapti? Sizlar bilan gaplashib turibman, to'g'rimi? Nimaga sizlarga yuqib ketmayapti? Gaplashib turibmiz-ku biz, to'g'rimi? Bitta, bularning tualeti ham bitta, bularning kuxnyasi ham bitta. Undan tashqari suv kirib kelgandan keyin bu ko'ldan suv chiqyapti, boshqa ko'lga o'tyapti. Qaysidir ko'lda. Nimaga bu ko'lda kasallik boshlangan bo'lsa, keyingisida kasallik boshlanib ketmayapti? Agar bu yuqumli kasallik bo'lsa, kimlardir aytayotgandek. Yo keyingi ko'lga mana bu daryoga chiqqandan keyin daryodan oqib turib yana qayergadir kiryapti. Nega u joylarda kasallik ko'payib ketmayapti? Kasallik ko'payib ketmayotganining sababi bu ko'lli muhiti bilan u ko'lli muhitning o'rtasida juda ham katta tafovut bor. Bu tafovut bizni bugungi kunda baliqchilikni ko'r-ko'rona qiladigan bo'lib qolganmiz. Men misol uchun ko'limga balig'i donasiga sanab soldiraman qo'lda. 50 dona, 100 dona qilib sanab turib soldiraman. Taxminan kiloga tortib, boshida nechtasidir sanab olib sovormayman. Chunki oxirida maydalashib ketishi mumkin, soni ko'payib ketishi mumkin. Yoki oxirida yirilashib ketib qolsa, men misol uchun 10 mingta yoki 1000 dona balig'i mo'ljallab, 1,5 mingta baliq mo'ljallab, 1000 ta baliq ovqat berayotgan bo'lishi mumkin. Yoki aksariyati naborot, qo'limda misol uchun 1000 ta baliq bo'lishi mumkin-da, men 500 ta baliq solganman-da, 500 ta baliq ovqat berib, meni balig'im o'smayapti, bu yem yaxshi emas ekan, boshqa yemga o'tib ko'raman degan xulosa bo'lishi mumkin. Mana Xorazmda shogirdimiz bor, Begzod og'a degan, o'tgan yil 1-yil baliq qilishi, hozir mana baliqlarini chiqaryapti, chiroyli zo'r bo'lib chiqqan. 5000 ta baliq boqyapman deb oxirgacha balig'ini boqqanda ko'lda. Nimadir qiyinchilik bo'lsa, yordam bergan biza, suvni kimyoviy tarkibi boshqa qilganmiz. Mana 1-yilda daromad bilan o'sha sohasini rivojlantirib, yo'llardan ko'llarni olib kengaytirishni boshladi. Kuzgi kuni nimagadir bitta ko'lda balig'i mayda bo'lib qoldi. Yonidagi yana bitta ko'li turibdi. U ko'ldagi balig'i 2 kilo, 200 gramm, 2 kiloga o'tirdi-da, bu ko'ldagi balig'i 1 kilo, 200, 1 kilo 300 grammga o'tirib qoldi. Ikkalovini bir xil oziqlantirgan, bir xil baliq solgan. O'sha bahorda solganda 30-50 grammdan 200 grammgacha aralash baliq solgan bo'lsa, balig'i raznitasida birga bir farq beryapti-da, bu baliq 100 gramm, 200 gramm kattaroq bo'lyapti.
Lekin u baliqdan chavog'i minus qilib yuborsang, nariga 2 baravar zo'r o'sgan bo'lib chiqyapti. Kuzgi kuni ko'lli suvni chiruvdi 5 mingta emas 10 mingta baliq solib qo'ygan ekan. Soniga sanuvdi 10 mingta baliq chiqdi. Lekin 10 mingta baliqqa 5 mingta baliq ovqatini berib boqqanda ham yomon natija bo'lgan edi demoqchiman. Agar u aniq sonini bilganda o'sha paytda u yana 5 mingta baliq sotib olishini hojati yo'q edi. Mana shu 5 ming 10 mingta baliq ikkita ko'lga bo'lib sovorardi. O'sha paytda baliq yetilib ketib bo'lgan bo'lardi, sotib olgan bo'lardi. Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak-da. Sanab olishimiz kerak iloji bo'lsa. Shunaqa sharoit qilish kerak, yaxshi ribovatlar bilanda adashish kerak emas. Undan keyin yemdan zaharlangan deganman, taxminan tashxis qo'ydim. Menimcha bu o'lganlarini ochishimizning foydasi yo'q. Men o'lgan baliqni yormayman o'zi. Chunki bakteriya rivojlanib ketganda o'sha ichida erib ketgan bo'lishi mumkin, tirigidan taxmin qildik. Mana ko'rdinglar, yallig'lanishi, uzilib ketganini, boshqa bo'lganini, ichidagi mana bu ovqat yeydigan joyi, bilasizlar, eng qalin joyi. Mana bu misol uchun o'sha fekalning отходi chiqadigan joyi. Mana shu balig'i hozir biz oldikda, mana balig'i axlatini qaranglar rangini. Mana balig'i axlatini rangi. Mana balig'i axlati, mana balchiq. Bu balchiq nimaga yegani bilasizlarmi? Baliq nobud bo'layotgan paytda suv tagida cho'kib, nafas olaman deb og'zini qimirlatganda yutib qo'ygan bu balchiqni. Bu balchiqni yutib qo'ygan paytda buni to'xtatib qoladigan hech narsa bo'lmagan, ichida bo'm-bo'sh. Nimaga? Chunki bu ovqatdan отравление bo'lgan, yegan ovqatdan отравление bo'lgandan keyin baliqda shunaqa muammo boshlangan. Agar yegan ovqatdan отравление bo'lmaganda, hozir ichida nimadir xatabi bo'lgan bo'lardi. Mana buni chiqarib yuboraman deb suv yutgan, mana orqasidan qarasang, mana hozir haydab olib kelaman, mana o'sha balchiq oralash mana suv chiqib ketdi. Balchiqli. Demak, bu baliqga berilgan ovqatni sifati yaxshi bo'lmagan. Bugungi kunda misol uchun o'sha mahalliy ishlab chiqaruvchilar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bizani o'zimizni ham misol uchun hozir asos solib chiqarayotgan yemimizda nima uchun har xil qo'shimcha ribniy muka, ko'sniy muka, har xil narsalar qo'shilgan, u bu mamlaqa vitaminlar bor deb reklama qilib gapirmayotganimiz, bu yemni sabodniy sodaga chiqarmaganimiz, bu yemni kimlargadir taklif qilmayotganimiz sababi bu yemni debiti yetmayapti o'zi chiqayotgan, ishlatayotgan odamlarga. Ani reklama qiladigan holatga hali kelinmadi. Lekin bugungi kungacha natija misol uchun zo'r ketyapti. Mana Tashmurada ham misol uchun Sadokda oddiy kepaginalar bilan moqilyapti. Boshqa joylarda ham. Aytmoqchimanki, o'zimizni aldab, o'sha ribniy muka yoki ko'sniy muka shunga o'xshagan narsalar bo'yicha masalani ko'taradigan bo'lsa, o'zimizni aldaganimiz foydasi yo'q. Bitta narsaga oydinlik kiritib ketamiz mana shu joyda. Rost, yolg'on, xin, yo'q. Puri aka, marhamat. Assalomu alaykum. Puri akam Beza kompaniyasini O'zbekistondagi predstaviteli Beza Fit yemini olib keladilar. Mana shu ko'lga taklif qilganimizning sababi Puri akamdan yem olingan edi bu joyga. Biron bir muammo bormidi? Yo'q. Boshqa yemga o'tganingdan keyin muammo bo'ldi aytganing bo'yicha. Endi Puri akamni taklif qilganimiz sababi hozir odamlar ham ko'rsin, bir haqiqatga o'zligisida, qo'lligisida bor narsa bir tekshirib ko'rsin deganim sababi bir narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. O'zimizning mahalliy ribniy muka bo'ladimi, misikosniy muka bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha narsadan oldik. Yemga qo'shilayotgan narsadan tekshirishga laboratoriyaga berdik bu yerda. Qaysi laboratoriyaligini aytmayman. Hamma xohlagan laboratoriyaga olib borib tekshirib oladi, bu narsaga aniqlik kiritish uchun. Eng ko'pi 6% zala ko'rsatdi. Musori 6%, qolgani polezniy narsa 65-70 proteinni ko'rsatdi. U yemdan Puri akam iltimos qildilar. Men iltimos qildim. Aka, shuni laboratoriyaga bering dedim. Eronga jo'natib. Chunki Eronda biz borib, kirganmiz, ko'rganmiz Eron laboratoriyasini, ular qanaqa tekshirayotganini. Ular tekshirganda qanaqa chiqargandik. Nima uchun? Minus tomoni bo'lishi mumkin. Hozir mana o'zlari turibdilar, ochiladi bu kartinka ham. Eronga biz ribniy mukani berib o'rgan paytimizda 65% zala ko'rsatdi. 64 mi 65% musor ko'rsatdi? 64%. Bizda 4% ko'rsatyapti. 64% zala degani musor degani, o'sha ribniydan qo'shayotganimizda, demak biz 1 tonna yemga misol uchun 20 kilo yoki 200 kilo yoki 10 kilodan oladigan bo'lsa, 10 kiloga 2 kilo qo'shayotgan bo'lsa, 1,5 kilo musor qo'shayotgan ekanmiz. Baliq demak u musorni переработка qilishga majbur bo'lyapti, mahalliyni ishlatilgani hisobiga. Eronni yemiga reklama qilmayapman. Bizda hali unaqa narsa rivojlanmadi demoqchiman-da bugungi kunda. Ribniy muka deb, misikosniy muka, kuriy mukani olamiz, ozgina balig'i tangasi yoki nimasidir tushib qolgani hisobiga ribniy muka deb qabul qilyapmiz. O'shaning uchun biz o'zimizdan chiqarayotgan yemlarda unaqa narsalar qo'shmayapmiz. Chunki u musor baliqda kasallik keltirib chiqaryapti, ko'lli kimyoviy tarkibini buzyapti, suvni, ko'lli muhitini buzib qo'yapti. Puri aka, shuni berganimizda, tekshirtirganimizda, вот chestno aka, sizni mana shuncha baliqchilar kuzatib turibdi. Abdushi yurakdan ayting aka, boshqa maqsadda chaqirganmiz. Hozir kontentimizga to'g'ri kelib qolganiga qo'shimcha bo'lsin deb aytamiz.
Oke, u men berib o'rgan narsani tekshirtirib bering, foizini biling degan narsammi? Yolg'ondan aytganmisizlar, laboratoriya qilingandan keyin aytganmisizlar? 100% analiz laboratoriyadan chiqqan, sizga javob Keyin berilgan. berilgan. Endi bir qiziq narsaga to'qnashdik mana shu joyda. Sen hozir yem zavodga asos solgansan, chiqarishga harakat qilsan. Mana Xitoyga bording, yana qaysidir davlatlarga bording, yemchilar bilan, spetsialistlar bilan gaplashding. Men o'zing bilan birga yem masalasida muzokara qilgan paytimda 100 kilo yem ishlab chiqarish uchun bor yo'g'i 3 kilo ribniy muka qo'shar ekan deb aytdim. Bo'ldimi shunaqa gap? Bo'ldi, shunaqa. Bo'ldi. Xitoyga borganingda nima deb aytdi? Shunaqa deb aytdi. 100 kiloga qancha qo'shiladi deb aytdi? 4-5 kilo. Ko'pi bilan. Ko'pi bilan. 3 kilodan 5 kiloga deb aytdi. Qanaqa baliq deb aytdi? Kichkina baliq, Kichkina baliq, kilkadan qilingan ribniy muka deb aytdi. Qolganini balig'i naviga qarab yaratiladi dedi, formulani, to'g'rimi? Biz bugungi kunda bu formulalarni esdan chiqarib qo'yganmiz O'zbekistonda. Bizda har xil qo'shimchalar kelyapti. Chet eldan misol uchun Xitoydan kelyapti, yana qaysidir davlatdan kelyapti. Bu kelayotgan qo'shimchalarni olib turib, ichiga qo'shyapmizda yemi proteini ko'tarilib ketyapti. Bu ammiakning sirida. Ammiak ko'payib ketyapti, ammiak ko'payganning hisobiga baland protein ko'rsatyapti. O'sha narsani biz o'zimizni aldab 30 proteinli yem ekan deyapmiz, o'g'imiz baliq yediryapmiz. Mana misol uchun 30 protein haqiqiy emasligini tafovutiga keladigan bo'lsak. Mana yem ishlab chiqargansan qachondir o'zing, baliq boqib ko'rgansan, qaysidir moddalardan qo'shgansan, misol uchun tayyorlagansan. O'shani tayyorlagan paytingda qanaqadir bitta protein chiqqan, 30 mi, 35 mi, 28 mi tekshirtirganingda. Lekin necha kilo yem yeganda baliq 1 kilo vес olgan? Taxminan esla olasanmi? 2 kilo, 2 ga 1 kilo vес. 2 kilo, 2 ga 1 kilo vес olgan. Yemini protein necha edi? 29, 30 lar chiqdi. 29, 30. 30 protein bo'ladigan bo'lsa, 2 kilo 200 yem yesa baliq 1 kilo vес olishga. 2 kilo 200 yem yeganda 30 protein 900 gram живой massa degani baliqqa. 900 gram 1 kilo yeganda. Sanda 2 kilo 200 gram yeganda 1 kilo vес olgan bo'lsa, demak o'sha ribniy muka, periniy muka, kostniy muka qo'shgansan-ku. Puryokami gaplari haqiqat bo'lib chiqyapti, uni zalaga chiqib ketgani, отходga chiqib ketgani. Agar o'sha narsani misol uchun sen qo'shmasdan turib, o'sha qo'shimcha narsalarni qo'shmasdan turib boqqaningda 2 kilo 200 emas, 2,5 kilo oddiy kepeni o'ziga yoki oddiy dolli narsaga 1 kilo vес olishing mumkin edi. U narsani qo'shib, faqat suvini bizib qo'yganing qolgan, bugungi kunda kasallikning rivojlanishiga yoki baliqda misol uchun hazm qilish organida qiynalishiga sababchi bo'lib qolganmiz. O'shaning uchun biz iloji boricha maslahat beramiz, yengilroq narsa bilan. Nimagaki O'zbekistonning iqtisodiyoti bu faqat nafaqat baliqchilarni, bu bizning respublikaning iqtisodiyoti. Respublikaning iqtisodiyotiga biz o'zimizni hissamizni qo'shadigan bo'lsak, suvni qirqimaydigan bo'lsak, bu baliq boqilayotgan paytda to'g'ri oziqlantiradigan bo'lsak, cho'nchagimizdan kerak emas ortiqcha narsani qo'shmaydigan bo'lsak, oddiy bitta narsaga tushib qoladigan bo'lsak, umumiy baliqchilarning hisobini olganda juda ham ko'p pulli iqtisod qilib qolamiz. Birinchidan, ikkinchidan baliqlarning kasal bo'lishini, bularni kasal bo'lgandan keyin, nobud bo'lgandan keyin bizani moliyaviy tomondan rag'batlantirib qilgan pullarimizni oldini olib qolamiz. Undan tashqari xalqqa yetib boradigan ne'mat balig'i ancha-munchasini o'ldirmasdan olib qolamiz. Buni plyus tomonlari juda ham ko'p. Lekin biz o'zimiz bu sohada mutaxassis bo'lmaganligimiz uchun, bu sohaga chuqurlashmayotganimiz uchun, sotayotgan yemlarimizni ichida nima borligini, nima qo'shilganligini bilmaganimiz uchun yoki bizga reglament bo'yicha ko'rsatilgan har xil vitaminlar, proteinlar nimadir yozib qo'yilgan narsani hisobiga bu narsalarni ketdan ketayotganimiz uchun bugungi kunda biz yemdan aldanib qolyapmiz. Balig'i tili yo'qda, qo'y bo'lganda ichi ketib qolardi bilardik. Tovuq bo'lganda bir kunda bildirib qo'yardi kat edi. Bu suvda bo'lganligi uchun ancha-muncha vaqt o'zini ushlab qo'yapti, undan keyin bizda qanaqadir побочный effekt ko'rsatyapti. Bu narsa bilan baliqchilardan iltimos qilaman, birgalikda kurashishimiz kerak. To'g'ri qanaqadir to'xtamga kelib, yechimga kelib, birgalikda kurashishimiz kerak. Bizani birinchi muammomiz suvni kimyoviy tarkibi. Ko'lli suvni to'g'irlab olishimiz kerak. Undan keyin baliqga ko'limizda qancha balig'imiz borligini bilishimiz kerak. O'sha balig'imizni sonidan chiqib kelib, to'g'ri oziqlantirishni boshlashimiz kerak. Ko'lli suvning rangini ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ketdik.